Leksiyemizi davamlaştırmamız, hürmetli vatandaşım. Leksiyanın mavzusu bunda. Amerika Jungo Malakka boğazıda koçesini şişke başladı. Mavzula haber 6. ayın 28. gün Doviyeti orbiti dilan kılındı haber. Mundak başlandı. Ben şimdi mi toxtamaydı mı doppa? Jungo'nun hücum kılıç teplik suastı parxodadan teşkillengen atareti yakında Malakka boğazıdan salapetli kaldı ütüp geldi. Hindi okyanı yürüp ketdi. Yani bir taraftan Amerika Deniz Armiyası deniz yakın uruş kılgıç harbiy parxotni Singapurga o'rinlashtirib, zarur tepilganda Malakka boğazını qamal qilishni planladi. Xitoy Merkez televiziyasining 28 kundagi xabarga asoslanganda Amerika ilgari keyin Singapurga o'rinlashtirgan erkinlik belgilik, Rusiya bov belgilik urush parxotlari bor edi. Jungo harbiy ishlar mutaxassisi Yeju mundaq ko'rsatdi. Amerika Singapurga urush parxotlarini o'rinlashtirdi. Bu parxotlar strategik qirliq rol o'ynaydi. Malakka bo'g'izini kontrol qila oladi. Zarur topilganda Amerika Malakka bo'g'izini qamal qiladi. Qamal qilish Jungo qortilgan bo'ladi. Jungo'nun Malakka boğazından ötüp Hindi okeanga parxotlarının yolunu qamal qilish niyetini aşkarlagan bul. Jungo bizden yadro suası parxotni Malakka boğazda ötkizgen eken bunun maqsadi Hindistan Hindi okeanga chiqish bo'ladi. Ya arqalıq mush Malakka boğazın Jungo o'zi kontrol qilish niyeti barmı yo'q? Niyet qilganlik bo'ldi. Chunki Malakka boğazı Jungo'nun nefret tushish yo'li ve soda parxotları qatnaydigan yol. Belki Jungo iqtisodiy taraqqiyotning hayotliq yo'lidir. Mana aytganda Malakka bo'g'azi Jungo uchun aytganda soda taraqqiyot va Jungo taraqqiyotining hayotliq yo'lidir. Indoneziya matbuotlarining xabarlariga asoslanganda Jungo dengiz armiyasi su osti parxotlar atirida 6 ayning 25 kuni Malakka bo'g'azidan o'tgan. Hücum qılğıç yadro suosti parxoti, raketa seplengen qoğluğucu parxot ve Irak okean qutqazgıcı süzüp alğıcı parxot, Yongshang belgilik parxot, bu qatam Jungo'nun moşu parxotları Malakka boğazdan ötkende Amerika Deniz Armiyasının tizginlash iqtidarini acizlaştırıp, Amerika Deniz Armiyasının Janubi Deniz'deki av amatkalar gruppisi 093A belgilik Jungo parxotining tahdidiga uchirdi deganlar. Bu yerda gap hozir Singapurda Malakka bo'g'azi atrofida Amerikaning harbiy parxotlari turibdi, dengiz armiyasi turibdi. Sen bu Malakka bo'g'azi o'tgan ekansan, demak sen bu yerda hozir Amerikaning ham Janubiy dengizdagi pilotiga tahdid paydo qilganlik, ham Malakka bo'g'azi turgan pilotiga tahdid paydo qilganlik bo'ladi. Bu yerda hozir Jungo burun shundoq yerda o'tib boqqanmi yo'q. Agar sen bundaq Malakka bo'g'azini yangi o'tishni planlagan bo'lsang, o çağda bir yerde Amerika san xiris qilayotgani yo'q. Sen Amerika dengiz armiyasiga hayva qilayotganliging. Bak sen xiris qilayotgan bo'lasan Jungo apan. Bugun xabarlarimiz ana shu yerda endi vatandoshlarningki tasavvurga tashlab qo'ydigan yana bir qancha mavzularmanda. Chataqtirdi. Lady Gaga Dalai Lama bilan ko'rishdi. Onun plastinkilari Jungoda pechatlendi. Qarorning e'lon qilinishi Janubiy dengiz to'g'risida qarorning e'lon qilinishi oldida Jungo zo'r ovorchilikqa mubtalo bo'ladi yoki duchor bo'ladi. Bu Doviyet orbitida e'lon qilindi. Yevropa ittifoqi parchalanib, rayon xarakterli tashkilotga aylanib qolishning signali. Yetib keldi bu Amerika ovoz. Doviyet orbit Jungo'nun Janubiy dengiz sadichi sepili yasamoqchi bo'lganligi behuda ovorchilikdir. Amerika matbuotlari Karar 7. ayının 13 günlükünü ilan kılınan oldu. Şunun bilen bile Amerika avazi radyosu da Türkiye'deki terörizm meselesi. Yani İstanbul'da yüz bergen terörizmle hareket meselesi. 6. ayının 26. günü haber kılın. Bunun da terörizm karıştırış, Türkiye hükümeti adak karıştırış. Kasem kıl. Amerika avaz 6. ayının 30. prezident Erdoğan
Haliyle bu vakani tushundirib berdiki, terrorizmga hujum qilish e'tiqod va qimmat qarashini nazarda tutmaydi ekan. Prezident Erdo'g'an mundaq ko'rsatdi. Davlatimizning kuchi bor, irodasi bor, iqtidori bor. Terrorizm qarshi kurashini adaqcha elib boradi. Turkiya vaziri Yildirim Paket İslam davlati portlatdi deb ko'rsatdi. Her qaysi davlat rahbarlari bu qatam İstanbul Atatürk aeroport yuz bergan portlatishda aybladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Turkiya prezidenti Erdo'g'onga telefon berib, mushu vaqas tufayli prezident Erdo'g'onni samimiy olib so'radi. Jungo diplomati Janubiy Jungo dengizdagi masala bilan Amerika Jungo munosabatini bog'lab olmaslik kerak. Mavzular xabar Jungo diplomati Liumen mavzular xabar Amerika vazir Xitoy til programmasi e'lon qildi. Jungo diplomati Liumen Janubiy Jungo dengizi masalasi haqiqatan bir muhim masala. Ko'pchilik ikki davlat munosabati vaziyatini nazarda tutib, bu masalalar orqali Amerika Jungo munosabatini belgilamaslik kerak. Amerika Jungo o'tirish to'qinish yuz berishni jungoliklar hargiz xohlamaydi. Demak, bu rost bo'lsa, bo'lmaydi. Mush gapni tushunib tursang bo'ladi. To'qinish yuz berishni jungoliklar hargiz xohlamaydi. Bu bir qabohatlik tushdir. Amerika Jungo o'tirish to'qinish yuz berish bu bir qabohatlik tushdir. Jungo uchun ham shundaq, Amerika uchun ham shundaq dedi. Amerika Washington Post gazetining maxsus stoni yozuvchisi Josh Rogan bu masalada umidvor bo'lolmadi. U mundaq hisobladi. Janubiy Jungo dengiz masalasida Amerika Jungo har taraf o'zining gapini qiladigan reallikni isbotlab berdi. Hem Amerika o'zining gapini qilib atadi, Jungo o'zining gapini qilib atadi. Janubiy Jungo masalasi to'g'risida, Janubiy dengiz masalasi to'g'risida dedi. Jungoning maydonini o'zgartmaydigan bo'lsa, Amerikada taqobil turadigan yangi chora bo'lmagan ahvol ostida Amerikaning kelar navbatlik prezidentiga nisbatan aytganda Janubiy dengiz masalasi texmo yomonlashib ketadigan masaladir. Washington Post gazetiga maxsus stoy yozuvchi Josh Rogan yuqorida ko'rsatdi.